Kaz qaynonamdan sizlar uchun osongina kazcha salat. Loviya novdasini yaxshilab yuvib, ichiga ozgina suv quyib, gazda ozginaga shunaqa qilib pishirib olamiz. 5 yoki 10 minutda pishib chiqadi. Undan ko'p pishirib olmanglar, chunki ezilib ketishi mumkin. Shuna suvini to'kib, ko'k piyoz bilan maydalangan chesnoklarimizni solib olamiz. Undan keyin loviya novdasini solib, yaxshilab aralashtiramiz. Quritilgan qalampiri maydalangani, agar achchiq yaxshi ko'rsanglar, bundan-da ko'p solishinglar mumkin. Va tabga qarab ozgina tuz ham solamiz. Bizda loviya novdasi kam bo'lgani uchun ozgina soldik xolos. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirganda ezib-ezib mijg'ilab emas, shunaqa qilib qaynonam qilgandek qilib aralashtirib olinglar. Va ichiga ozgina, juda ham ozgina shakar ham qo'shib yuboringlar. Yanada mazaliroq chiqadi. Biz ichiga maydalangan qora qalampirni ham qo'shaveramiz, chunki qaynonam shuni ta'mini juda ham yaxshi ko'radilar. Shundan keyin yaxshilab aralashtirib olib, bir marta yeb ko'ringlar. Agar tuzlari hammasi yaxshi bo'lsa, kunjutni qo'shib va kunjut maslosini ham qo'shib yuboringlar. Ishonaveringlar, kunjut bilan kunjut maslosini qo'shsanglar, juda ham mazali chiqadi. Koreyaning ko'p salatlariga shu ikkalasi обязательно kiradi va shuna qilib salatimiz tayyor, yoqimli ishtaha.